Raqamlar yashirib olgansiz. Yo'q, holati to'pni. Orqasi ham oldi ham. Vajjal. Orqasi ham shuqoradi. Ayrimlar hamma gay okalarimiz unaqa, bunaqa deydi. Bo'lmagan gap. Gapimiz isboti bugun bo'ldi. Qiziqarli voqea bo'ldi. Mana shu mashinani syomkasiga, lokatsiyaga borgan edik. Nomerlarni shunaqa bekitib qo'ygan edik, chiroyli tursin deb, esdan chiqib qolibdi-da. Qahramon postda ushlayapti gay okalarimiz. Hujjatlarni tekshiryapti. Men xabarim yo'q. Bemalol o'tiribman. Oka mashinani jarima maydoniga qo'yamiz deyapti. Nimaga desam, raqamlaringiz bekitilgan-ku deyapti. 9-oktyabr kun taqdimot marosimi bo'ladi. Bu mashinani qo'ya olmaymiz. Iltimos vaziyatga kiring. Ataylab qilmadik buni deganimizdan keyin okam ming rahmat. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, respekt sizga. Sizdagi xodimlar ko'payaversin. Birinchisiga ogohlantirish beraman. Bunaqa narsani qaytarmaydilar, chunki haqiqatdan g'araz niyatda emas, esdan chiqqan edi. Okalar, xuddi shunaqa xodimlar ko'payaversin va shu xodimlarni yomon ko'radigan emas, hurmat qiladigan haydovchilar ham ko'payaversin.